Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede size Hacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyalarımızı sözleşten evvel bu vaziyet doğrusu bir işe kız gap kılıyotemiz. Ondan keyin başlayımız. Kireç söz ornada. Mesela alaylı bununla birinci olup hazır 5. ayının 18. günü Rusya'da saylan bulup öttü. Prezident Vladimir Putin yani bir qism prezident bo'lib saylandi. Enin evveldi mesela 20. günü ahırlaştı. Reis Xi Jinping yani bir qism reis bo'lib saylandi. Anda bu jarayongacha bo'lgan arlıqda eğitilip kelib o'tgan 3 davlat munosabati. Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet Federatsiyasi shundaqla Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi munosabatlar birda so'zlanib, birda uzilib degandek davomlashib keldi. Bugün tuyuksuzda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi Rossiya Vladimir Putinning qayta prezident bo'lib saylanganligini tabriklab, yaqinda yüz ko'rishadiganligini, suhbatlashadiganligini aytdi va prezident Vladimir Putinni tabrikladi. Shundaqla saylandan chiqqan reis Xi Jinping yaqinda pat arda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishadigan bo'ldi. Bu bir vaziyat. Enlikki, inandan boshqa tor batlardagi vaziyat mandaq. O't ustiga yog' chashdi. Amerika dengiz armiyasi 7. skadroni Tayvanning Yilan portiga kiramdi. Bunu anlab odamlar titrashga boshladi. Riyosatchi Jin Hao Jungo temtirmasligi lazım, voloqmasligi lazım deb ko'rsatdi. YouTube 2018 yil 5. ayının 20. günü. Bevosita anglatish. Xinjiang urush holati davriga kirdimi? Mao Zedong Deng Xiaoping davrlariga solishtirganda Reis Xi Jinping qandaq urushga ehtiyojli Menşen V'yi 29. san. Somronuma 29. san Aynak televiziyasının Mingjin Hopay programması. YouTube 2018 yıl 3. ayının 18. günü. Xi Jinping'nin sabri taqat tayligini özül kesil bösüp taşladı. Amerika əməldarları Amerika Deniz Armiyası qoruluqda jang qılğuchi qismlarni Tayvan'ga avatib turg'izganligini oshkorladi. Mavzuli xabar 2018 yil 3. ayının 23. günü YouTube'da e'lon qilindi. Mana bu vaziyatning hozirgi diagnozi yoki hozirgi vaziyatning termometri degan gap. Enlikki mavzuga kelaylik. Prezident Trump Prezident Vladimir Putinning yana bir qatim prezident bo'lib saylanganligini tabrikladi. İki nafar prezident yaqin kelgusida uchrashni planladi. Mavzuli xabar 3. ayının 21. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Oqsaroy Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 2. günü yani 3. ayının 20. günü telefon aloqasida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning yana bir qatam prezident bo'lib saylanganligini tabrikladi. İki davlat rahbari pat arada suhbat o'tkazishga qo'shildi. Prezident Trump Oqsaroyda yumaloq ustal qo'yilgan ishxonasi Saudiya Arabistoni shahzodasi bin Salman bilan suhbat o'tkazishdan burun muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Biz pat arada uchrashimiz. Undaq bo'lganda biz harbiy tayyorliklar masalasi va harbiy tayyorliklar musobaqasini muhokama qilamiz. Prezident Vladimir Putin qartib so'zlangan so'z. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Harbiy tayyorliklar musobaqasi kontrollikdan chiqib ketdi. Lekin Amerika har qanday bir kishi va har qanday bir tarafning bizning saviyamizga yaqinlab kelishiga yo'l qo'ymaymiz. Prezident Trump yana bundaq ko'rsatdi. İki taraf uchrashganda muhokama qiladigan mavzular, jumladan Ukraina, Suriya va Chauşan masalasidir.
Aqsarayning xabariga asoslangan Prezident Trump, Prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashganda Prezident Trump Çavuşan yerim arılını yadrosuzlaştırışını ta'kidladi. Amerika ve Rusya Federasyası münasebetinin hazırlık halatını muhakeme kılıştı ve iki taraf devlet bexatarligi ciddi meselelerine ve duç kelgen xırıslar doğrusunda devamlı diyaloglaşış ve sohbetleşip duruşunu irade kılıştı. Kreml Sarıya haftanın 2. günü yani 20. günü ilan kılgan bayonotada mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin xalqaro zo'ravonlarga qarshi turish, yadro qurollarini cheklash hamda iqtisodiy hamkorlik masalalari bo'yicha tirishchanlik ko'rsatishning muhimligini muhokama qilishdi. Aqsarayning bayonotchisi Sara Sanders xonim mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Rusya Federasyası bilan diyaloglaşishni davomlashtirishi intayin muhim deb qarab keldi. Shundaqli biz Rossiyaga jiddiy muomala qilishni davomlashtiramiz. Yana bir xabar. Diqqat etamiz. Xi Jinping rais bo'lib qayta saylangandan keyin birinchi bekat avval Rossiyani ziyorat qildi. Mavzuli xabar 3-oyning 21 kuni Twitter orbitida e'lon qilindi. Ko'rdingizmi? Prezident Trump Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishmoqchi. Jungoning raisi Xi Jinping Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishmoqchi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 3-oyning 19 kuni mundaq chaqirdi. Jungo va Rusya ikki davlat boshliqlari yilda uchrashib turish qoidasi bo'yicha Rusya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bu yil Jungoni ziyorat qildi. Xabarlarga asoslanganda bu yil 6-oyda Jungo Shandong o'lkasining Qingdao shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining davlat boshliqlarining yig'inini o'tkazdi. Rusya prezidenti Vladimir Putin bu yig'in qatnash odat bo'lib belgilangan. Vladimir Putin amdili yana bir qatim prezident bo'lib saylandi. O Shanxay hamkorlik yig'iniga qatnashib Jungoni ziyorat qilamdi yo'q? Taxa bu hozircha aniq emas. Lekin Rossiyada prezident saylimini ziyorat qilayotgan Twitter betining muxbiri Moskvada egallagan xabarlarga asoslanganda Jungoning raisi Xi Jinping 2018-yil avval Rossiyani ziyorat qildi ekan. O 3-oyning 17-kuni Jungoda muvaffaqiyatli holda rais bo'lib saylangan Jungoning raisi Xi Jinping Rossiyani ziyorat qilishi saylangandan keyin birinchi qatim ziyorat qilish bo'lib hisoblanadi ekan. 2013-yil Xi Jinping tunji qatim rais bo'lib saylanib, shu oyda tunji qatim Rossiyani ziyorat qilgan edi. Esinglarda bo'lsa kerak. 3-oyning 20 kuni Rossiyani ziyorat qilib qaytib kelib, 3-oyning 22 kuni Uyg'uristonning Maralbeshi rayoni ya Maralbeshi nahiyyasi Seriq bo'yida terroristlarni o'ltirdik degan bahonada Uyg'urlarni qirg'in qilgan edi. Bir guruh Uyg'urlarni qirg'in qilgan edi. Jungoning iqtisodiy taraqqiy qilib, davlat kuchining eshigiga agishib, Amerika Jungo iqtisod bexatarligi sohasida surkilish bargan sirya kuchayishga boshladi. Jungo Amerika munosabati tezardis qiltiqiga tushib qolamdi deb muhokama qilishda ko'payishga boshladi. Prezident Trump Aqsarayga kirgandan keyin Jungo bilan elib borgan umumyuzlik iqtisod suhbati holatga tushib qolib, savdo urushining xatari kuchayishga boshladi. Jungo Amerika munosabatini ko'tarib turgan yo'ldosh azar tavrlashga boshladi. Jungo duch kelgan g'arbning besimi intayin zo'r. Jungo duch kelayotgan g'arb dunyosining besimi intayin zo'r. Strategiya jihati Jungoning Rossiyaga tushgan ehtiyoji mislsiz darajada oshdi. Bundaq ahvol ostida Rossiya Jungo munosabatining harorati o'rlab, texnik qadinaslarga aylanishi kerak. Jungo bilan Rossiyaning iqtisodiy hamkorlik asoslari qurolma xarakterlik ziddiyatlarga yuqori siyosat saviylik yiqilishga yor yo'lak bo'lolmaydi.
davamını anlayışlar hürmetli vatandaş.